Kirish qismi diqqat qiling. Qadrli tomoshabinlar va kanalim obunachilari. Bugungi videodagi ma'lumot har birimiz uchun, ayniqsa pensionerlarimiz va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan insonlar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Men sizga juda muhim yangilikni yetkazmoqchiman. Bu yangilik ko'pchiligingizning kundalik hayotingizga va moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiladi. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi qoidalar tufayli pensionerlarga endi ayrim cheklovlar qo'yiladi. Bu esa ularning daromadiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, har bir so'zga e'tibor bering. Chunki men nafaqat muammoni, balki undan qanday chiqish yo'llarini ham batafsil tushuntirib beraman. Va albatta hoziroq kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoni like bosishni unutmang. Toki boshqa muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormang. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Aziz do'stlar, avvallari bizning mamlakatimizda nafaqaxo'rlik davrida ishlash imkoniyati ancha sodda va tushunarli edi. Ko'pchilik pensionerlar o'z salomatligi va istaklariga ko'ra pensiya olgan holda qo'shimcha daromad topish uchun ishlay olishardi. Qonunchilik pensionerlarning mehnat faoliyatini cheklamasdi. Ya'ni agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin ham ishni davom ettirsangiz, ham oylik maoshingizni, ham pensiyangizni to'liq miqdorda olish huquqiga ega edingiz. Bu ko'pchilik uchun juda qulay edi, chunki qo'shimcha daromad oila byudjetini mustahkamlashga yordam berardi. Shuningdek, keksa yoshdagi insonlarning jamiyatdagi faol ishtirokini ta'minlardi. Davlat asosan ularning mehnatini rag'batlantirardi, chunki ishlayotgan pensionerlar iqtisodiyotga o'z hissasini qo'shishda davom etishardi. Ko'plab kasb egalari, masalan, o'qituvchilar, shifokorlar, injenerlar uzoq yillar tajribasi evaziga ham pensiya olib, ham ish faoliyatini davom ettirib, yosh kadrlarga o'z bilim va tajribalarini o'rgatishardi. Bu ularning moliyaviy ahvolini yaxshilashdan tashqari, jamiyat uchun ham katta foyda keltirardi. Biroq endi vaziyat tubdan o'zgardi. Yangi qonun hujjatlariga muvofiq pensionerlarning ishlash tartibiga jiddiy o'zgartirishlar kiritildi. Endi agar siz pensiya olgan holda ish faoliyatingizni davom ettirsangiz va sizning umumiy oylik daromadingiz, ya'ni pensiya va ish haqi miqdori birgalikda belgilangan chegaradan oshib ketsa, sizning pensiya to'lovingiz qisman to'xtatiladi yoki ma'lum bir foizga kamaytiriladi. Bu qoida ayniqsa nisbatan yuqori oylik maosh olib ishlayotgan pensionerlarga taalluqlidir. Hukumatning bu qarori ijtimoiy himoya tizimini optimallashtirish, byudjet yukini kamaytirish va yosh avlod uchun ish o'rinlarini bo'shatish kabi maqsadlarni ko'zlayotgani aytilmoqda. Ammo bu ko'plab pensionerlarimiz uchun kutilmagan va jiddiy moliyaviy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Endi shunchaki ishlash va pensiya olishni birga olib borish har doim ham avvalgidek to'liq miqdorda daromad olishni anglatmaydi. Bu esa har bir ishlayotgan pensionerning o'z moliyaviy rejasini qayta ko'rib chiqishini talab qiladi. Birinchi asosiy qism, batafsil tahlil nimani bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Endi keling, ushbu yangi qoidalar qanday ishlashini batafsil tahlil qilaylik. Bu qoidalarni har biringiz aniq tushunishingiz kerak. Chunki noto'g'ri tushuncha yoki bexabarlik sizga qimmatga tushishi mumkin. Birinchidan, nimani bilish kerak? Eng muhimi umumiy oylik daromad tushunchasini anglab yetishdir. Endilikda sizning pensiya miqdoringizni hisoblashda nafaqat avvalgi ish stajingiz va oylik maoshingiz hisobga olinadi, balki sizning hozirgi ish haqingiz ham hisobga olinadi. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin ham rasmiy ravishda, ya'ni mehnat shartnomasi asosida ishlashni davom ettirsangiz, sizning oylik ish haqingiz va pensiyangiz birgalikda ko'rib chiqiladi. Aynan shu ikki ko'rsatkichning yig'indisi ma'lum bir chegaradan oshib ketsa, pensiya jamg'armasi sizning pensiya to'lovingizni qisman to'xtatish yoki kamaytirish huquqiga ega bo'ladi. Hozircha tasdiqlangan chegarani aytishim kerak. Aytalik shartli ravishda bu chegarani BHMning 5 barobar miqdorida belgilashgan bo'lsin. Ya'ni agar sizning pensiyangiz P va ish haqingiz I yig'indisi P BHMning 5 barobaridan, masalan 27 ming so'm, 5 ming so'm oshib ketsa, sizning pensiyangizning bir qismi ushlab qolinadi. Bu miqdor cheklovdan oshgan summaning deylik exib mahrida bo'lishi mumkin. Bu shunchaki misol aniq foizlar va chegaralar hukumat qarorida belgilangan bo'lishi kerak va siz uni aniqlashtirishingiz shart. Kim xavotir olishi kerak? Bu savolga javob berish uchun bir nechta vaziyatlarni ko'rib chiqamiz.
Ular sizga kimlar bu yangi qoidalar ta'siriga tushishini aniqroq tushunishga yordam beradi. 1. Davlat tashkilotlarida ishlayotgan pensionerlar. Misol, Farida opa 65 yoshda uzoq yillar maktabda o'qituvchilik qilib pensiyaga chiqqan. Hozirgi pensiyasi 2500 ming so'm. Maktab rahbariyati uning tajribasini qadrlab, uni yarim shtatda ishda qoldirgan. Farida opaning oylik ish haqi 3000 ming so'm. Farida opaning umumiy oylik daromadi 500 ming pensiya etmagan, ish haqi 500 ming so'm. Agar belgilangan chegara 10 ming so'm bo'lsa, Farida opaning daromad chegaradan 1500 ming so'mga oshib ketadi. Endi uning pensiyasidan, masalan, ushbu oshgan summaning ehir-mehirdu 7 ming so'm ushlab qolinishi mumkin. Natijada u 2500 ming so'm pensiya o'rniga 27 ming so'm pensiya oladi. Bu esa uning umumiy daromadini kutilmagan darajada kamaytiradi. 2. Xususiy sektorda yuqori maosh olib ishlayotgan mutaxassislar. Misol, Akmal aka 6 yoshda tajribali injener. Pensiyaga chiqqandan keyin ham xususiy qurilish kompaniyasida loyiha menejeri bo'lib ishlamoqda. Uning pensiyasi 3000 ming so'm. Oylik ish haqi esa 6000 ming so'm. Akmal akaning umumiy oylik daromadi 3000 ming. Pensiya 1000, ish haqi 9000 ming so'm. Agar chegara 40 ming so'm bo'lsa, Akmal akaning daromadi chegaradan 50 ming so'mga oshib ketadi. Uning pensiyasidan ushbu oshgan summaning eshir tamda 200 ming so'm ushlab qolinadi. Natijada u 31 ming so'm pensiya o'rniga atiga 50 ming so'm pensiya oladi. Bu holda ishini davom ettirish moliyaviy jihatdan unchalik foydali bo'lmasligi mumkin. Utu qo'shimcha daromad manbalariga ega bo'lgan pensionerlar. Misol, Dilfuza aya 6 yoshda. Uning pensiyasi 2000 ming so'm. U kichik do'konda sotuvchi bo'lib ishlaydi va oylik 2500 ming so'm maosh oladi. Dilfuza ayaning umumiy oylik daromadi 2000 ming pensiya, 2500 ming ish haqi 500 ming so'm. Agar chegara 10 ming so'm bo'lsa, Dilfuza ayaning daromadi chegaradan 500 so'mga oshib ketadi. Uning pensiyasidan ushbu oshgan summaning 20 ming so'm ushlab qolinadi. Demak, u 2 million so'm pensiya o'rniga 1 million 7 million so'm oladi. Bu ham uning kutgan daromadidan ancha kam. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, agar sizning pensiyangiz nisbatan yuqori bo'lsa va siz qo'shimcha ravishda rasmiy ish haqi olsangiz, siz bu yangi qoidalar ta'siriga tushishingiz ehtimoli juda yuqori. Kim xavotir olmasligi kerak. Endi esa ushbu qoidalar kimlarga ta'sir qilmasligi haqida gaplashaylik. Bu ham muhim. Faqat pensiya oluvchi pensionerlar. Agar siz pensiyaga chiqqandan so'ng hech qayerda ishlamasangiz va yagona daromad manbangiz pensiya bo'lsa, bu qoidalar sizga umuman taalluqli emas. Sizning pensiyangiz to'liq miqdorda to'lanadi. Misol, mavjuda aya 60 yoshda u faqat pensiya oladi. Miqdori 200 ming so'm. Uning hech qanday ish haqi yo'q. Demak, uning umumiy daromadi faqat pensiyadan iborat va cheklovlar unga ta'sir qilmaydi. Daromadi belgilangan chegaradan past bo'lgan ishlayotgan pensionerlar. Agar siz pensiya olgan holda ishlasangiz, lekin pensiya va ish haqingizning umumiy miqdori belgilangan chegaradan oshmasa, sizning pensiyangizdan hech narsa ushlab qolinmaydi. Misol, Sobir aka 63 yoshda pensiyasi 1 million 800 ming so'm. U qorovullikda yarim stavkada ishlaydi va 1 million 500 ming so'm maosh oladi. Sobir akaning umumiy oylik daromadi 1 million 800 ming. Pensiya, ish haqi 2-3 ming so'm. Agar chegara yetmagan million so'm bo'lsa, Sobir akaning daromadi chegaradan past. Shuning uchun uning pensiyasi to'liq miqdorda to'lanadi. 300. Rasmiy bo'lmagan, norasmiy daromadga ega bo'lgan pensionerlar. Bu yerda bir muhim nuqta bor. Agar siz norasmiy ravishda ishlasangiz, ya'ni hech qanday mehnat shartnomasi tuzmasangiz va daromadingiz davlatga deklaratsiya qilinmasa, pensiya jamg'armasi bu daromad haqida ma'lumotga ega bo'lmaydi. Demak, sizning pensiyangizga bu daromad ta'sir qilmaydi. Misol, Nodira aya 60 yoshda pensiyasi 200 ming so'm. U qo'shnisining uyida enaga bo'lib norasmiy ishlaydi va oylik 20 ming so'm topadi. Bu daromad davlat tomonidan rasmiy hisobga olinmagani uchun uning pensiyasidan hech narsa ushlab qolinmaydi. Biroq eslab qoling, norasmiy ishlashning o'ziga yarasha xavflari bor. Mehnat huquqlaringiz himoyalanmaydi.
ijtimoiy kafolatlar mavjud emas va hokazo. Shuning uchun bu tavsiya emas, balki mavjud holatni tushuntirishdir. 4. O'z-o'zini band qilgan. Ammo daromadi rasmiy hisobga olinmaydigan faoliyat turlari bilan shug'ullanuvchilar. Ba'zi mamlakatlarda o'z-o'zini band qilishning o'ziga xos soliq rejimlarida daromadlar ma'lum bir summadan past bo'lsa, ular pensiya hisobiga ta'sir qilmasligi mumkin. Bu ko'proq ijodiy kasb egalari, hunarmandlar, usta kasblarga tegishli bo'lishi mumkin. Agar ular daromadini rasmiy deklaratsiya qilmasalar yoki deklaratsiya qilingan daromadlari juda past bo'lsa, ularning pensiyalariga ta'sir bo'lmasligi ehtimoli bor. Shunday qilib, ko'rinib turibdiki, yangi qoidalar asosan rasmiy ravishda ishlayotgan va nisbatan yuqori daromadga ega bo'lgan pensionerlarga ta'sir qiladi. Agar siz ushbu toifaga kirsangiz, keyingi qismlarni juda diqqat bilan eshitishingizni so'rayman. Ikkinchi asosiy qism qoidadan istisnolar, kamchiliklar va noaniq nuanslar. Endi esa eng qiziqarli qismga yetib keldik. Ushbu yangi qoidalardagi istisnolar. E'tibor berish lozim bo'lgan kamchiliklar va ba'zan oddiy ko'rinmaydigan, ammo muhim bo'lgan nuanslar haqida gaplashamiz. Axir har bir qoidaning o'ziga xos jihatlari bo'ladi. Istisnolar. Ba'zi holatlarda pensionerlar pensiya va ish haqini to'liq miqdorda olishlari mumkin. 1. Nogironligi bor pensionerlar. Agar pensioner I yoki I guruh nogiron bo'lsa va ish faoliyatini davom ettirsa, ko'p hollarda uning pensiyasi va ish haqi yig'indisi cheklovlardan istisno qilinishi mumkin. Buning sababi davlat nogironligi bor fuqarolarning mehnatga layoqatliligini va jamiyatdagi faolligini rag'batlantirishga intiladi. Masalan, agar nogironligi bor pensionerning ish haqi va pensiyasi umumiy chegaradan oshib ketsa ham, uning pensiyasidan kamaytirish bo'lmaydi. Bu esa ularga qo'shimcha moliyaviy yordam ko'rsatishga qaratilgan muhim chora hisoblanadi. Shuning uchun, agar siz nogironligi bor pensioner bo'lsangiz, albatta pensiya jamg'armasidan bu masalani aniqlashtirishingiz kerak. 2. Urush faxriylari va ularga tenglashtirilgan shaxslar. Ba'zi mamlakatlarda urush qatnashchilari, front o'rta mehnat faxriylari va ularga tenglashtirilgan shaxslar uchun ham alohida imtiyozlar ko'zda tutilgan. Ularning nafaqasi va ish haqi har qanday cheklovlardan xoli bo'lishi mumkin. Bu ularning jamiyat oldidagi xizmatlarini e'tirof etish va hurmat ko'rsatish maqsadida qilinadi. Bunday pensionerlar ham ushbu imtiyozlarni aniqlashtirishlari shart. 3. Qisman ish, part-time yoki fuqarolik huquqiy shartnomalar asosida ishlaydiganlar. Agar siz to'liq shtatda emas, balki qisman ish haqi bilan ishlashga o'tsangiz yoki pudrat shartnomalari, xizmat ko'rsatish shartnomalari kabi fuqarolik huquqiy shartnomalar asosida ishlasangiz, sizning daromadingiz pensiya to'loviga boshqacha ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi hollarda bunday daromadlar pensiya hisobiga to'liq kiritilmasligi yoki uning miqdori rasmiy ish haqi kabi qat'iy cheklanmasligi mumkin. Bu ayniqsa muayyan xizmat ko'rsatish, maslahat berish yoki loyiha asosida ishlash kabi faoliyat turlariga tegishli. Masalan, keksa yoshdagi professor universitetda ma'ruza o'qish uchun fuqarolik huquqiy shartnoma asosida ishlasa, uning bu daromadi ish haqi kabi hisoblanmasligi mumkin. Bu ham o'rganilishi kerak bo'lgan muhim nuansa. 4. Ma'lum kasb egalari uchun istisnolar. Kamdan kam hollarda juda noyob va talab yuqori bo'lgan mutaxassisliklar, masalan, yuqori malakali shifokorlar, injenerlar, akademiklar uchun maxsus istisnolar joriy etilishi mumkin. Bu davlat uchun ushbu mutaxassislarning tajribasini saqlab qolish va ularning bilimlarini yosh avlodga yetkazish ustuvor ahamiyatga ega bo'lgan holatlarda yuz beradi. Biroq bu juda kam uchraydigan holat. Kamchiliklar va noaniq nuanslar e'tibor berilishi lozim bo'lgan jihatlar. Ma'lumotlar almashinuvi va nazorat mexanizmlari. Pensiya jamg'armasi va soliq idoralari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi tobora shaffoflashmoqda. Avvalgi davrlarda norasmiy ishga o'tib, davlat nazoratidan chetda qolish imkoniyati bor edi. Ammo hozirda raqamlashtirish tufayli har qanday rasmiy daromad, hatto bank orqali o'tkazilgan kichik ish haqi ham tezda aniqlanishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, sizning rasmiy ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlar pensiya jamg'armasiga avtomatik ravishda yetkaziladi va pensiya qayta hisoblanadi. Ushbu ma'lumotlar almashinuvi mexanizmining ishlash tezligi va aniqligi ham muhim nuansdir. 2. Daromadni deklaratsiya qilish majburiyati. Agar sizning daromadingiz faqat pensiya va rasmiy ish haqidan iborat bo'lsa, sizning daromadingiz avtomatik ravishda hisobga olinadi. Ammo agar sizda ijara daromadi, qimmatli qog'ozlardan olingan dividendlar, tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromadlar kabi qo'shimcha manbalar bo'lsa,
Ularni soliq deklaratsiyasida ko'rsatish majburiyati bor. Ko'pchilik bu daromadlarni pensiya hisobiga ta'sir qilmaydi deb o'ylashi mumkin. Ammo ba'zi hollarda bu daromadlar ham umumiy daromadga qo'shilishi va natijada pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Bu qo'yida har bir mamlakatning soliq va pensiya qonunchiligiga bog'liq. Shuning uchun barcha daromad manbalaringizni aralashtirishingiz zarur. Bu qayta hisoblash tartibi va muddati. Pensiya to'lovining kamaytirilishi yoki to'xtatilishi bir martalik hodisa emas. Bu muntazam ravishda odatda har oy yoki har chorakda pensiya jamg'armasi tomonidan amalga oshiriladigan qayta hisoblash natijasidir. Agar siz ish joyingizni o'zgartirsangiz, maoshingiz kamaysa yoki ishdan bo'shasangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar berishingiz shart. Aks holda sizga ortiqcha to'langan pensiya summasi keyinchalik ushlab qolinishi yoki qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu esa yoqimsiz vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Misol, agar bir pensioner ishdan bo'shasa, ammo bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermasa, unga kamaytirilgan pensiya to'lashda davom etilishi mumkin. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlarni yangilaganda bu xato aniqlanadi va ortiqcha to'langan summa qaytarib olinadi. 4. Ish staji va pensiya staji tushunchalarining farqlari. Pensiya yoshda ishlash ba'zi hollarda pensiya stajini oshirishga va kelajakda pensiya miqdorini qayta hisoblashga olib kelishi mumkin. Ammo yangi qoidalarga ko'ra pensiyangiz kamaytirilayotgan bir paytda bu qo'shimcha staj qanchalik foydali bo'lishi haqida o'ylash kerak. Ba'zan ishdan bo'shash va pensiyani to'liq olish moliyaviy jihatdan foydaliroq bo'lishi mumkin. Bu har bir shaxsning individual vaziyatiga bog'liq. 5. Qonunchilik o'zgarishlarining doimiyligi. Pensiya tizimi doimiy ravishda o'zgarishlarga uchrab turadi. Bugun amalda bo'lgan qoida ertaga o'zgarishi mumkin. Shuning uchun yangiliklarni doimiy ravishda kuzatib borish va pensiya jamg'armasi vakillari bilan muntazam maslahatlashish muhimdir. Ko'rinib turibdiki, bu qoidalar oddiy emas va juda ko'p noaniqliklarni o'z ichiga oladi. Har bir pensioner o'zining shaxsiy moliyaviy va mehnat vaziyatini chuqur tahlil qilishi va tegishli choralar ko'rishi lozim. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerakligi bo'yicha aniq ko'rsatmalar, aziz tomoshabinlar. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Bu yangi qoidalar sizga qanday ta'sir qilishini aniqlash va qanday harakat qilish kerakligini bilish uchun sizga qadam-qadam ko'rsatmalar beraman. Har bir qadamga diqqat qiling. Chunki bu sizning moliyaviy barqarorligingizni saqlashga yordam beradi. 1. O'zingizning hozirgi daromadingizni aniq bilib oling. Birinchi navbatda sizning hozirgi oylik pensiya miqdoringiz qancha ekanligini bilib oling. Pensiya hujjatlaringizni yoki bank kartangizdagi kirimlarni tekshiring. Keyin, agar ishlayotgan bo'lsangiz, o'zingizning aniq oylik ish haqingizni soliqlar chekilgandan keyingi qo'lga olinadigan summani emas, balki nachislenmaya summani aniqlang. Buni ish beruvchingizning buxgalteriyasidan so'rashingiz yoki oylik ish haqi varag'ingizdan расчетный list topishingiz mumkin. Ushbu ikki summani pensiyalik ish haqi bir-biriga qo'shing va umumiy oylik daromadingizni hisoblang. 2. Belgilangan cheklov miqdorini aniqlashtiring. Hukumatning tegishli qarorlari yoki qonun hujjatlarini toping. Odatda bu ma'lumotlar pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytida, Adliya vazirligining hujjatlar portalida yoki OAVda e'lon qilinadi. Eng ishonchli manba bu pensiya jamg'armasining hududiy bo'limidir. Ularga shaxsan murojaat qilib, sizning vaziyatingiz uchun aynan qaysi cheklov miqdori amalda ekanligini so'rang. Bu muhim, chunki chegara miqdori o'zgarishi mumkin va siz eng so'nggi ma'lumotlarga ega bo'lishingiz kerak. Aytaylik, pensiya jamg'armasi sizga umumiy oylik daromad dar ming so'mdan oshgan qismning erki pensiyadan ushlab qo'linadi degan ma'lumotni berdi. O'zingizning shaxsiy ta'sirini baholang. Endi sizning umumiy daromadingizni ilk qadamdan va belgilangan chegarani ikki qadamdan solishtiring. Agar sizning umumiy daromadingiz chegaradan oshib ketsa, qancha miqdorga oshganini hisoblang. Masalan, sizning umumiy daromadingiz 5 million ming so'm, chegara esa 10 million so'm bo'lsa, sizning daromadingiz 1 million so'mga oshgan. Ushbu oshgan summadan qancha miqdor pensiyadan ushlab qolinishini hisoblang. Masalan, 20 million so'mning 500 ming so'm. Bu sizning oylik daromadingiz qancha kamayishini ko'rsatadi. Bu sizga moliyaviy rejalaringizni qayta ko'rib chiqishda yordam beradi. 4. Pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Bu eng muhim qadam.
Shaxsan pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga boring. Agar imkon bo'lmasa, ularning ishonch telefonlari orqali bog'laning. O'zingizning vaziyatingizni tushuntiring va aniq maslahat so'rang. Ular sizga aynan qaysi qoidalar sizga taalluqli ekanligini va qanday hujjatlar taqdim etishingiz kerakligini aytishadi. Kerakli hujjatlar: pasport, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi. Agar ishlayotgan bo'lsangiz, ish joyingizdan olgan oylik maosh to'g'risidagi ma'lumotnoma ish beruvchi buxgalteriyasi tomonidan tasdiqlangan. 5. Ish beruvchingiz bilan vaziyatni muhokama qiling. Agar sizning pensiyangiz kamaytirilsa, ish beruvchingiz bilan o'zgarishlar haqida gaplashing. Balki ish beruvchingiz sizni yarim shtatga o'tkazish yoki ish sharoitlarini o'zgartirish orqali sizga yordam bera oladi. Agar maoshni biroz kamaytirish evaziga pensiyani to'liq saqlab qolish imkoniyati bo'lsa, bu variantni ko'rib chiqing. Chunki pensiya ko'pincha barqaror va kafolatlangan daromad manbai hisoblanadi. 6. Muqobil yechimlarni ko'rib chiqing. Agar ish haqingiz cheklovdan oshib ketayotgan bo'lsa, qisman ishga o'tish, masalan, haftasiga 2-3 kun ishlash yoki boshqa turdagi faoliyatni, masalan, o'z-o'zini band qilish. Fuqarolik huquqiy shartnomalar asosida ishlash ko'rib chiqing. Yuqorida aytib o'tganimdek, fuqarolik huquqiy shartnomalar ba'zi hollarda boshqacha tartibda hisoblanishi mumkin. Balki kichik biznes boshlash, hunarmandchilik bilan shug'ullanish yoki ijara daromadlari kabi boshqa daromad manbalarini izlash ham yaxshi yechim bo'ladi. Ammo shuni esda tutingki, bu daromadlar ham rasmiy hisobga olinishi mumkin va umumiy daromadga ta'sir qilishi mumkin. 7. O'z huquqlaringizni biling va himoya qiling. Agar sizga pensiya to'lovida asossiz kamaytirishlar qilingan deb hisoblasangiz, pensiya jamg'armasi qarori ustidan yuqori turuvchi organlarga yoki sudga shikoyat qilish huquqingiz bor. Buning uchun barcha tegishli hujjatlarni, ariza nusxalari, pensiya jamg'armasining javoblari, maosh va pensiya to'g'risidagi ma'lumotnomalar saqlab qo'ying. Sizning savollaringizni javobsiz qoldirmaslik uchun quyidagi kabi ma'lumotlarni so'rash uchun ariza namunasini tuzishim mumkin. Ariza namunasi pensiya jamg'armasiga. Men, to'liq ismingiz, familiyangiz, pensiya guvohnomasi raqami, pensiya guvohnomasi raqami, pasport seriyasi va raqami. Men hozirda ish joyingiz nomida lavozimingiz bo'lib ishlayman. Mening oylik pensiyam pensiya miqdori so'mni, oylik ish haqim esa ish haqi miqdori so'mni tashkil etadi. Yangi qonunchilikka ko'ra. Ishlayotgan pensionerlarning umumiy daromadi ma'lum bir chegaradan oshsa, pensiya to'lovi kamaytirilishi mumkinligidan xabar topdim. Shu munosabat bilan sizdan quyidagi savollarimga aniqlik kiritishingizni so'rayman. 1. Mening hozirgi umumiy oylik daromadim, pensiyali ish haqi umumiy daromadingiz so'mni tashkil etadi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, ushbu miqdordagi daromadga ega bo'lgan pensionerlar uchun pensiya to'lovini cheklovchi chegara miqdori qancha? 2. Agar mening daromadim belgilangan chegaradan oshib ketsa, pensiyam qanday tartibda va qancha miqdorda kamaytiriladi? 3. Pensiyam kamaytirilmasligi uchun qanday choralar ko'rishim mumkin? Masalan, ish yuklamasini o'zgartirish. 4. Menga tegishli bo'lgan har qaysi sinolar yoki imtiyozlar bormi? Masalan, agar nogironligim bo'lsa yoki faxriy bo'lsam. 5. Ushbu masalada menga yordam berishi mumkin bo'lgan qanday hujjatlar taqdim etishim lozim? Ushbu ma'lumotlar mening moliyaviy rejamni to'g'ri shakllantirishim uchun juda muhimdir. Tezkor javobingizni kutaman. Hurmat bilan, ismingiz, familiyangiz, sana aloqa telefon raqamingizda bu kabi ariza sizga yozma javob olish imkonini beradi. Bu esa kelajakda har qanday nizoli vaziyatlarda isbot bo'lib xizmat qilishi mumkin. Xulosa va yakuniy xulosa qilib aytganda, qadrli tomoshabinlar, pensionerlarning mehnat faoliyatiga oid yangi qoidalar jiddiy va har birimiz uchun tushunarli bo'lishi shart. Endi nafaqa chiqqandan keyin ham ishlash har doim ham avvalgidek to'liq pensiya va maosh olishni anglatmasligi mumkin. Sizning umumiy oylik daromadingiz ma'lum bir chegaradan oshib ketsa, pensiya to'lovingiz qisman kamaytirilishi ehtimoli yuqori. Shuning uchun vaziyatni aniqlashtirish, o'z huquqlaringizni bilish va to'g'ri choralar ko'rish nihoyatda muhimdir. Unutmang, eng yaxshi yechim bu ma'lumotlarga ega bo'lish va o'z vaqtida harakat qilishdir. Bugungi videoda aytilgan barcha maslahatlarga amal qilsangiz, kutilmagan moliyaviy qiyinchiliklardan o'zingizni himoya qila olasiz. Umid qilamanki, ushbu batafsil ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikringizni va bu yangiliklarga munosabatingizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin.
videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu kabi muhim ma'lumotlar bilan sizni muntazam ravishda tanishtirib boraman. E'tiboringiz uchun rahmat.